Ha o'g'lim, Og'aynimi joni uzildi. senlarni tanlagan yo'lingni oqibati shu, bolam. Bunga hammasiga sen sababchisan. Bildingmi? Sen aybdorsan bu yerda. Shuni o'rnida sen bo'lishing ham mumkin edi. Bitta o'rtog'ing o'zini o'zi osib qo'ydi. Qabr ham uni qabul qilmadi. Buni ahvoli nima kechadi? O'g'lim, nimalar qilyapsiz bolam? Ko'zgingizni yonki bu bolajonim. Shu telefonda o'ynaganingizdan ko'ra mana bu yerga qarang, shuncha sport narsalari bor ekan. Shularni o'ynasangiz bo'lmaydimi, jon bolam? Bu yaxshi emas-ku o'g'lim, bu telefon o'ynash. Bolam, Voy, otaxon. Men navaramga dakka beryapsizmi? ha? Dakkinichi bunga emas, uyingizdagi o'g'lingizga bering. O'g'lingizni qimor o'yna, pul tik degan maslahatlardan shu domimizni o'zidan qanchasi kafangado bo'lib ketdi. Uzr. Xudodan qo'rqmaysizlarmi? Uzr. Noinsof, xudo Uzr. bexabarlar. Uzr. Bolam, seni boqqandan ko'ra it boqsam bo'lmarmidi? 70 yillik egilmagan boshimni yegding. Mahallaga yuruqsiz qilding bolam, yuruqsiz bo'ldim. Endi qanaqa yashamoqchisan? Senga qaradi, shaytonga qaragandek qarashyapti. Sen odamlarni qimorga boshlagansan. Qancha odamlarni. Uning ichida qanchasi o'tib ketganlari qancha bo'ldi? Mana ikkitasi o'zingning o'rtoqlaring. Uni jazosi bor. Bir kun olasan sen ham olayotganingni.